Obunachilar, assalomu alaykum. Mana keyingi zakazlarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Mana Samarqand viloyati Pazirg'un tumani Linnizm mahallasiga Akram akani xonadoniga o'rnatdik mana. Akram aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Zo'rmisizlar, charchamayapsizmi? Mana akfalarni olib kelib qo'ydik. Kamchiliklari nima kamchiliklari bor ekan? Narx-navolar qimmatmi, arzonmi? Qancha vaqtda keldi? Obunachilarga o'zingiz shular aytsangiz. Hamma usta o'zini ishini maqtaveradi baribir. Klientlarning ham fikrini eshitdik deyapti obunachilar. O'zim aytdim-ku, 2 kundan keyin olib boringlar dedim. Bo'lsa ertaga olib boramiz dedilar. Ha, 2 kundan keyin olib keldim, ha 2 kundan keyin olib qo'yib ketyapti. 2 kundan keyin olib kelib qo'yib ketdik, to'g'rimi? Ya, manasi normal. Narxlari qanday? Bozorda ko'rgandirsiz. Ya savdolash. Akfalardan savdolashsa ham bo'lar ekan, ha? Ha. Mana obunachilar bizlarning akfachalarga, alibistlarga bitta layklarni ayamay bosib qo'yasizlar. Mana ikkinchi romlar. Ikkinchisi mana. Bu yoqda uchinchisi. Mana. Bemalol ekrandan nomerlarga telefon qilaverasizlar. Borib, o'lchab, savdolashib, o'rnatib berishlar hammasi ichida. Kelishilgan narxlarda.